Dunyodagi virus 20 grammga bormaydi deyapti. Hammasini to'plab, odamlardan to'plab olib kelib taroziga qo'ysa 20 gram chiqmaydi deyapti. Bu nima degani? Allohning 20 grammga bormaydigan lashkari hammamizni nakalini o'tkazib yubordi. Tizzalatib yubordi. Alloh dedirvordi. Bir rosa puldor odam aytdi-da, "Qora aka" dedi, "Bu kasal shuna kasallanganki pul ham qutqarolmadi" deyapti. Pul. Jigarini olib borib 30 ming, 40 ming yevroga operatsiya qildirib kelyapti. Buyrakni 25 ming, 30 ming dollarga operatsiya qildirib kelyapti. Qilyapti. Lekin o'sha bola aytayapti, "Nimaga uni deyapsam, shunaqangi puldor o'rtoqlarim o'ldi" deyapti. Shuna boylar bor, ancha-muncha odamni boy demaydi. O'sha ancha puldor odam, shunaqangi puldor o'rtoqlarim o'ldi deyapti. Pul qutqarolmadi bu kasalni deyapti. Nimaga? Chunki Alloh aytdi-da buni. Alloh bo'lsin degan ishni hech kim to'xtata olmaydi.